Weber emulsiyalarini 5 ta ustunliklarini sanab bering. Birinchi ustunligi Yevropa va Turkiya emulsiyalari bilan bemalol raqobatbardoshligida. Sifat bo'yicha Yevropa va Turkiya mahsulotlari bilan bemalol raqobat qilib bera oladi. Ikkinchi ustunligi narx bo'yicha. Bilasizlar, o'sha Yevropa ham, Turkiya mahsulotlari ham narxi sal qimmatroq chiqadi. Bizda o'sha sifat yaxshi bo'lgan bilan, lekin narxi ancha hamyonbop chiqadi. Ya'ni, masalan, 20 kilolik tayyor emulsiyalarimiz где-то 400 ming, 500 ming atrofida chiqadi. O'rtacha rangiga qarab narxlar plus-minus o'zgarishi mumkin, lekin shu atrofda bemalol kichkinaroq bo'lsa ikkita xonani, bo'lmasa bitta xonani bemalol remont qilib olishingiga yetadi. Uchinchi ustunligimiz esa garantiyasi bor. Ya'ni mahsulot, ishlatgan mahsulotingizda, emulsiyalarda qanaqadir ham mabodo muammo bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha olgan joylarda viloyatlardami yoki Toshkent showroomda olgan bo'lsanglar, kelib bemalol boshqa emulsiyaga almashtirib ketishinglar mumkin. To'rtinchi ustunligimiz esa assortimentimizda, ya'ni hech qaysi kompaniyada yo'q tayyor rangli emulsiyalarimiz bor. Ya'ni 50 dan oshiq tayyor rangli emulsiyalarimiz bor. Ular orasida bemalol didi nozik mijozlarimizga ham orasidan bemalol o'ziga yoqqan ranglarni tanlab olib ketishlari mumkin. 5-ustunligini esa bizning mahsulotni ishlatgan mijozlarimiz yozib qoldirsin.